Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqara suresi. Bu surenin 281. ayeti Haccetul Veda günüde minat kalgan ayetleri Medine nazil bulgan bulup cemi 286 ayettir. Bu surenin asaslık məqsədi Allah Taala'nın dinini bərpa qilish ve insanların yeryüzünü güllendirishga tayyorlash. İnsanların karakterini bayan qilish, imanın asaslarını ve İslam şeriatının bazı ahkamlarını bayan qilishdan ibarettir. Bu sure iki çoğun məzmununu öz içine alır. Birincisi, surenin 5'den 142. ayetkice bütün insaniyeti kılınan hitap bulup, aldı bilen Kur'an-ı Kerim, onun dillarga bolgan təsiri, kişilerinin onun qarta tutkan mevqası, Kur'an-ı Kerim'e işengüçüler, onu inkar kılıgıcılar ve tilinin uçuda iman edip koyup, dilide işenmeydiğen münafıklarının bayanından söz başlagan. Ondan hitapını umumga qartıp, Muhammed Aleyhisselam'ın haq peygamber işkenligini, Kur'an-ı Kerim'nin möcüzesi işkenligini, insanların yaratılış kıssasını ve şeytanın insanlara karşı düşmanlık mevqasını bayan qilishga o'tgan. Ondan İsrail avladı hitap qilib, Allah Taala'nın ularga ata qilgan sansiz in'amlarını unutmaslığa kerekligi, hamisha ahdlarini buzib, kelgan azgın ecdatlarga ergishib, Allah'ın diniga qarşı chiqishning yomon aqibatlari, Peygamberlerinin pişvası İbrahim Aleyhisselam ilip kelgen dinning haqiqi, Yahudilarning o'z zatining diniga ergashmay turib, o'zlarini uning diniga mansub qilib olganligidek yolg'onchiligi ve Muhammed Aleyhisselam'ning bu vaqaliklarni faqat vahiy yo'li bilan bilganligi qatorliqlar bayon qilinadi. İkincisi, 143. ayetinden surenin ahirgacha, yani 286. ayetigacha musulmonlarga qilingan hitap bulup, Qiblening Masjidi Aqsadan Masjidi Haramga yo'tkalganligidan ibaret, musulmonlar bilan ahli kitap birdek ko'ngil bo'ladigan tunji diniy vaqalik bayon qilingan, ondan bir qism islom qonunlari va ulgulik islomiy jamiyatning barpo qilinishi uchun zarur bo'lgan omillar bayon qilingan. Surenin baştan ahirgacha bo'lgan asosliq mazmuni Allah Taala'nın azaldan birli iloh ekanligi uchun e'tiqod qilishdan iborat tavhid aqidasini bayon qilish bo'lib, qisas, vasiyat, jihad, Allah yo'lida pul mol sarf qilish, roza, haj qatorliq amallarning ahkomlari, haroq ichishning va kofir ayollarga ulanishning haromligi, iddat, taloq, bola emitilish masalasi, jazonxo'rlikning haromligi, qarz berish va go'ri qo'yish prinsipi qatorliq masalalarmi tafsili bayon qilingan. Bu sure en mükemmel ve ülgülük İslami dualar bilen ahırlaşkan. Baqara suresinin fazileti. Baqara suresinin fazileti. Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber aleyhisselam mundaq degan: La tec'alu buyutakum maqabire inneş-şeytane yenfiru minel beytillezi tuqra'u fihi suratul Baqara. Yani uyunglarni qabristanga o'xshash qilib olmanglar. Yani Qur'on o'qib turinglar. Şeytan haqiqatan Baqara surasi o'qilgan uydan qochadi. Peygamber aleyhisselam yana mundaq deb ko'rsatgan: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعلمون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران yani kıyamet günü Kur'an ve onun amel kılgan kişiler keltirilir. Baqara suresi bilen Al İmran suresi başta kelidi. Peygamber aleyhisselam yana mundaq degan: Al-ayatani min ahiri suretil Baqara men qara'ahuma fi leyletin kefatahu. Yani akşamı yatadigan vaqtida Baqara suresinin ahirgi 2 ayetini okugan kişinin şu kechida yomonliklar ve xiyim xatarlardan saqlanish uchun bu 2 ayet kifoyadir.
Baqara surəsinin özgəçiligi. Birinci, Qur'on Karimdə kutiba, ya'ni belgilendi, farz qilindi degan mazmundagi hukm oyatlari 20 dan ko'proq yerda kelgan bo'lib, shuning 7si bu surada kelgan. İkinci, yes'alunaka, ya'ni ular sendan so'raydi degan mazmundagi ahkam oyatlaridan bu 15 yerdagi bor bo'lib, buning 7si Baqara surasida kelgan. Üçüncü, ya eyyuhellezine amenu, ya'ni iman etganlar degan oyat Qur'on Karimda 89 yerda kelgan bo'lib, uningdan 11 oyat Baqara surasida kelgan. Demak, bu sura Qur'on Karimdagi ahkomlarning tang yerimini degudek o'z ichiga olgan bo'lib, shariat ahkomlarining ko'pragi to'plangan suradir. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyatda shafqatli, to'liq mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Birinci, Alif lam mim. İkinci, bu ulug' kitaptır. Onunda qilchi shek yo'qdir. Taqvodorlarga yetakchidir. Tafsiri. Bu suraning alif, lam ve mim qatorliq harflar bilan boshlanganligi Qur'on Karimning sirlaridan bo'lib, shundaqla uning mo'jiz ekanligiga ishorat qiladi. Bu harflarning ma'nosini Alloh taolo o'zi biladi. Chunki payg'ambar alayhissalomdan bu harflarning ma'nosi yoki tafsiri haqida hech narsa kelmagan. Haqiqatan bu suraning alif lam mimdan iborat arab alifbasidagi harflar bilan boshlanganligi aqllarni lol qilgan. O'z vaqtida she'r va adabiyotda eng yuqori pallaga yetgan arab adiblarini va shoirlarni hayronlikda qoldirgan edi. Qur'on Karimda mushunda harflar bilan boshlangan suralarning soni 29 bo'lib, avvalgisi Baqara surasi, oxirgisi Qalam surasidir. Bu suralardan ba'zisi Sod, Qof, Nun qatorliqlarga o'xshash bir harf bilan, ba'zisi Toha, Yasin, Hamim qatorliqlarga o'xshash ikki harf bilan, ba'zisi Tasin, Mim. Alif lam mim ra. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Kaf ha ya ayn sad qatorliqlarga o'xshash 3, 4 va 5 harf bilan boshlangan. Ko'p sonliq ulamolar bunday harflar bilan boshlangan suralar haqida uzun muddatlik tadqiqot va izlanishdan keyin shunday qanoatga kelganki, bu harflar biz uchun ma'nosi aniq bo'lmagan va bizning hammasi Allohdandir deb iymon keltirishimiz zarur bo'lgan oyatlar qatoridandir. Shuni unutmaslik kerakki, bu harflarning ma'nosi payg'ambar alayhissalomga nisbatan aniq edi. Chunki u harflar bilan xitob qilingan zot payg'ambar alayhissalomdir. Shunga bu harflar Alloh taolo bilan payg'ambar alayhissalomning o'tirsida shifrning o'rnidadir. To'g'risini Alloh taolo o'zi biladi. Yana ba'zi ulamolarning qarashicha, Alloh taoloning ba'zi suralarini mushunda harflar bilan boshlaganligi arablarga do'yil e'lon qilish va ularning Qur'on Karimning suralariga o'xshaydigan biror sura keltira olmaydiganligini o'zlariga e'tirof qildirish uchundir. Alloh taolo xuddi ularga: "Ey arablar, sizlar o'zinglar ishlatayotgan elifba harflardan tarkib topgan mushu Qur'onning suralariga o'xshaydigan biror surani keltirib beqishdan ojiz keldinglar. Halbuki o'qigan o'qimagan kishilarning hammasi bu harflar bilan so'zlaydi. Ahvol shundoq tursa-mu, sizlar Qur'onga o'xshaydigan biror kitobni keltira olmadinglar. Bundan keyin hargiz keltira olmaysizlar. Chunki u inson so'zi emas demakdir." Allama İbn Kesir mundaq degan: "Ba'zi suralarning harflar bilan boshlanganligi Qur'onning mo'jiz ekanligini jikorlash, insonlarning uning o'xshaydigan biror kitobni o'tirg'a chiqara olmaydiganligini bildirish uchundir. Amaliyotda Qur'on arablar o'zlari ishlatayotgan harflardan tarkib topgan turuqliq, ularning buning o'xshaydigan biror kitobni o'tirg'a chiqara olmaganligi Qur'onning inson so'zi emasligining bir dalilidir. Shunga harflar bilan boshlangan suralarning hammasida Qur'onning xususiyatlari bayon qilingan. Masalan,
Elif Lam Ra. Tilke ayatul kitabil hakim. Elif Lam Ra. Tilke ayatul kitabil mubin. Hamim. Vel kitabil mubin. Sad. Vel Qur'ani zikr. Qatarlıq sürələrə oxşaş. Muhammed Aleyhisselam'a nazil kılıngan bu Kur'an-ı Kerim'nin her zaman ve her makamga münasip kişilerinin menfaatiga uygun nurgulgan ibretlerini, savaklarını öz içine algan ve âli maksatlarına gaye kılgan en mükemmel bir kitap ekenligide hiç şek yoktur. Aqli bir adam mundaq mükemmel kitapның Allah Taala tarafından kelganligiga hergiz şek kılmaydı. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Yani eğer sizler biz bendimiz Muhammed'e nazil kılgan Kur'an'a şek keltirsanlar ve Kur'an insan sözüdür degan gepinglarda rastçıl bolsanlar, Allah'tan başka yardımcılarının hemmisini çağırıp Kur'an'dakiga o'xshash birer surani keltirip beqinglar. Eğer bunda kılolmasanlar, hergiz kılolmaysizlar, undaqda kafirlar üçün tayyorlangan, yiqilg'usi inson ve taş bo'ladigan do'zaxdan saqlaninglar. Allah Taala mana shunday keskin oyatlar bilan o'z vaqtida adabiyot va fasohat sohasida o'zlarini hech kimga tang qilmaydigan arablarga xitob qilish orqali ularning dangliq adablari va talantli shoirlarining aqlini lol qilib, hech narsa deyolmaydigan holatga keltirib qo'yganligi aqli bor har qanday bir insonni Qur'on Karim cho'qim Allah Taolaning so'zi ekan degan qanoatga keltirmay qolmaydi. Allah Taala Qur'on Karimni yana hidoyat manbasi deb sifatlagan. Chunki o kitap Allah Taala buyurgan ishlarni o'rnab, to'sqan ishlarni tashlab, taqvolik doirasida ish qilish orqali o'zini Allah Taolaning himoyasi ostiga olmoqchi bo'lgan mu'minlar uchun hidoyat manbasidir. Bu yerda hidoyatni alohida tilga ilishdagi sabab shuki, Qur'on Karimning hidoyatiga aqlining va vijdonining chaqiriqiga ovoz qo'shib, haqiqatning saroasiga ergashgan, moddaning to'soqlaridan halqib o'tib, g'ayiblarga ishongan, Allah Taala'nın peygamberlerinin rastçılıqıga ve ahiret hayatıga chin ishonib iman etgan kishilarla muyassar bo'lalaydi. Muhim nuqtalari. Qur'on Karim Allah Taala'nın sözüdür. O insoniyatning ikki olamlik baxt saodati uchun nazil qilingan ulug' dastur bo'lib, uningga haqiqiy ravishda amal qilguvchilar ikki dunyolik murodiga yetadigan kishilardir. Ikkinchi, taqvodorlik eng asl unvon bo'lib, mo'minlikning yuqori pallasidir. Kur'an-ı Kerim takvadar müminlerinin yetekçisidir. Üçüncü, Kur'an-ı Kerim'nin yolunda mangan adam herkes ezip ketmeydi. Takvadarlar ve onların mükafatları. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Tercümesi 3. ayet. Ular g'ayib ishonadigan, namozni mukammal ado qiladigan, berganlarimizdan Allah yo'liga sarf qiladigan kishilardir. 4. ayet. Ular sana nazil qilingan Qur'onga, sendan ilgari nazil qilingan kitoblarga ishonadigan va oxiratga shaksiz ishonadigan kishilardir. 5. ayet. Ana shular Rabbidan kelgan hidoyat ustidadir. Ana shular nijotlikqa erishguchilardir. Tafsiri. Allah Taala bu surada taqvodor müminlarni 5 sifat bilan sifatlab, anda dunyoda va oxiratda yaxshilikqa, baxt saodatga erishadigan kishilarning ashular ekanligini jakolash bilan bu bayonni oxirlashtirgan. Mazkur 5 sifat tuvanlikcha. Birinchi sifat g'ayib ishonish. Taqvodor müminlar oxiratda terilish, hisob maydoniga to'planish, jannat, do'zax qatorli Qur'on Karim xabar bergan g'ayiblarga qilch shak qilmay ishonadi. Ko'z, quloq, burun, til ve qo'l qatorliq sezgi a'zolar orqali belgili bo'lmaydigan narsalarning hammasi g'ayib deb ataladi.
Taqvodor müminlər Allah Taala xəbər bergen g'ayiblarga cheksiz ishonadi. Chunki ularning ko'rish doirasi moddiy dunyodagi cheklik narsalarga markazlashib qolmagan. Qalb ko'zlari ochiq kishilardir. Shunga ular iymonning nuri bilan g'ayib olamiga xuddi o'z ko'zlari bilan ko'rib turgandek ishonadi. Ikkinchi sifat. Namozni mukammal ado qilish. Namozni mukammal ado qilish deganlik namozning barliq shartlariga rioya qilib, farz, vojib, sunnat va adab qoidalarini to'liq o'rindab, uni voyaga yetgan xushu bilan o'z vaqtida ado qilish deganlikdir. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma namozni mukammal o'qish deganlik ruku, sajda, qiroat, xushu qatorliqlarni to'liq o'rindash deganlikdir degan. Va yuqimunas-salah degan oyat Qur'onning sirlaridan bo'lgan eng inchika bir sirni o'z ichiga olgan bo'lib, garchi sallus salah degan so'z namoz o'qinglar degan ma'noni ifodalasa-mu, Alloh taolo musulmonlarni namozga buyurgan oyatlarda sallus salah demasdan va aqimus salah, ya'ni namozni mukammal ado qilinglar deb buyurgan. Bu nəhayəti mühim bir işni əskartish uchun bo'lib, u bo'lsa namoz o'qishdan maqsad hargizmi zamonimizdagi ko'p sonliq kishilar odatlanib qolgandek namozning sirtqi harakatlarini o'rnab qo'yish emas, balki haqiqiy namoz voyaga yetgan itoatchanlik va Alloh taologa butunlay yuzlanish bilan ado qilingan va ado qilg'uvchisini gunoh, yomon ishlardan to'salaydigan namozdir. Günah Qur'on Karim oyati yoki Payg'ambar alayhissalomning hadislari orqali farz qilingan amalni tark etish va Alloh taolo ma'ni qilgan yoki Payg'ambar alayhissalom to'sgan ishlarni yoki so'zlarni qilish deganlikdir. Gunohlar kichik gunohlar va cho'ng gunohlar deb ikkiga bo'linadi. Alloma Ibn Qayyim Javziy ularni mundaq ta'riflagan. Kichik gunohlar sodir qilg'uvchisiga bu dunyoda yoki oxiratda biror jazo belgilanmagan gunohlardir. Cho'ng gunohlar sodir qilg'uvchisi do'zaxga kiradiganligi bilan ogohlantirilgan yoki la'nat qilingan va yoki g'azab qilingan gunohlardir. Shuningdek, ma'lum gunohni qilgan odam jannatga kirmaydi yoki jannatning hidini ko'riy olmaydi va yoki ma'lum gunohni qilgan odam bizdan emas, uni qilg'uchi gunohkordir deb ogohlantirilgan gunohlarmi cho'ng gunohlardan sanaladi. Haqiqiy namoz va aqimus salah innas salata tanha anil fahsha'i val munkar. Ya'ni namozni mukammal o'qig'in. Sheksizki mukammal o'qilgan namoz qabih ishlardan va gunohlardan to'sadi degan oyatda ko'zda tutilgan namozdir. Namozga buyurgan oyatlarning hammasi va yuqimunas salah va aqimus salah degan shaklda kelganligining siri mana bu yerda. Ajdodlarimiz islom ibodatlarining uyg'urcha atalg'ularini nihoyatda mukammal va atrofli bekitgan. Masalan, tilimizdagi namoz o'tamak degan so'z islomda belgilangan 5 vaqt namozni barliq shartlarga, farz, vojiblarga, vaqtlarga to'liq rioya qilib, Alloh taolo talab qilgan, Payg'ambar alayhissalom ko'rsatgan bo'yicha mukammal ado qilish degan ifodalaydigan ixcham atalg'udir. Uyg'ur tilining izohliq lug'atidami o'tmak degan so'z ado qilmoq, o'rinlamoq, bejirmak, majburiyat o'tamak deb izohlangan. Uyg'ur tilidagi namoz o'tamak degan so'z, namoz o'qimoq degan so'zdan kuchlik va ko'zlangan ma'nini to'liq ifodalab berilgan atalg'udir. Chunki namoz o'qimoq degan so'z o'tamak degan so'z ifodalagan ma'nini to'liq ifodalab berolmaydi. Namoz o'tamak yoki namoz ado qilmoq deganlik ustimizdagi farzni to'liq ado qilmoq, Alloh taologa xolis ibodat qilishdan iborat qarzimizni o'tamak deganni bildirdi. Chunki arab tilidagi aqimu degan so'z mukammal ado qilinglar degan ma'nini bildirdi. Uchinchi sifat. Zakat berish, zakat elishga tegishlik bo'lgan yo'qsullarga zakatni to'liq berish va xolisona sadiqa, xayr ihson qatorliq yordamlarni qilish taqvodor mu'minlarning go'zal sifatlaridan biridir. Qur'on Karimda namoz bilan zakat ko'pincha joylarda birga bayon qilingan. Chunki namoz Allohning haqqidir, zakat bandalarning haqqidir. İnsanның imani mushu ikki haqni ado qilganda mukammal to'liqlangan bo'ladi. 4-sifat. Samaviy kitoblarga ishonish. Bu Adem alayhissalomdan boshlab Muhammad alayhissalomga qadar kelgan payg'ambarlarga nozil qilingan ilohiy kitoblarning hammasining
Alloh taolo tarafidan kelgan kitoblar ekanligiga, insonlar tarafidan o'zgartirib etilgan Tavrat, Injil qatorliq kitoblarning aslida haq kitoblar ekanligiga chin ishonishni talab qiladi. 5-sifat. Oxirat kuniga ishonish. Bu qiyomatning bo'ldiganligiga, oxirat hayotining rost ekanligiga chin yurakdan jazm qilib, cheksiz ishonishni talab qiladi. Alloh taologa ishonish bilan oxirat kuniga ishonishdan iborat bu ikkisi iymonning yadrosini tashkil qiladi. Chunki dinning asosi mushu ikki iymonga markazlashadi. Demak, haqiqiy taqvodor mo'minlar Qur'on Karimning Alloh taoloning so'zi ekanligiga ishongan, uning haqligini bilgan va ma'nosini tushungan, iymonida mustahkam turgan kishilar bo'lganlikdan Alloh taolo buyurgan namozni o'z vaqtida eng mukammal darajada ado qiladigan va pul miliga kelgan zakotni tegishli bo'lgan yo'qsul kishilarga to'liq beradigan kishilardir. Bu ikki farzni ado qilish to'liq muhimdir. Chunki namoz dinning to'rigi, zakot ijtimoiy hamkorlikning asosidir. Allama Abdurrahman Saidi o'z tafsirida mundaq degan: Alloh taolo Qur'on Karimning ko'p joylarida namozni zakot bilan birga yondashtirib keltirgan. Chunki namoz Alloh taolo bo'lgan ixlosni o'z ichiga olgan bo'lsa, zakot bandalarga yaxshilik qilishni o'z ichiga oladi. Bandaning baxt saodati Alloh taolo ixlos qilish va insonlarga naf yetkazish yo'lida tirishchanlik ko'rsatish bilan bo'lgandek, bandaning baxtsizligi bu ikki amalni tark etishdan keladi. Yuqorqi esil sifatlarga erishgan mo'minlarning dunyo va oxiratda baxt saodatga erishganligida, jannatlardagi oliy martabalarga noil bo'lganligida qilchi shak yo'q albatta. Bugunlik 3chilik o'qiymiz.
aşamazsın. Önemli olan denemek. Genç adam ona sırttı ve bütün tavrı değişti. Ama asıl önemsediği köşedeki adamdı. Yetkili olan. Ona doğru bir adım attı. Sen Aryan biliyor musun? Olabilirsin. Belki de burada olmaya zorluyorsundur. Onu çok eskiden beri tanıyorum, Matmazel, dedi domuz kasabı. Babasının ve senin babanın yanında savaştım. Sommeda. Sommeda. Isabella Rosingol. Oy. Isabella cevap vermedi. Bu bir tuzak mıydı? Cevap yok, dedi Bolşevik. Sandalyesinden kalktı ve ona doğru geldi. Aferin sana. Posterin üzerine neden bir yazıyordum? Isabella sessizliğini korudu. Ben Henry Navarra, dedi. Şimdi Isabella'ya dokunacak kadar yakındaydı. Biz Alman değiliz ve onlarla da çalışmıyoruz, Matmazel. Ona anlamlı bir bakış attı. Hepimiz pasif değiliz. Pasif değiliz. Şimdi posterleri neden karalıyorsun? Tek aklıma gelen buydu, dedi Isabella. Yani derin bir nefes aldı. Radyoda da Gavlo'nun konuşmasını dinledim. Henry odanın arka tarafına döndü ve yaşlı adama bir bakış attı. Isabella iki adamın tek kelime etmeden onun hakkında konuşmasını izledi. Konuşmanın sonunda patronun kim olduğunu anlamıştı. Patron yakışıklı komünist, yani Henry. Henry tekrar ona dönerek biraz daha fazlasını yapmak ister miydin diye sordu. Ne demek istiyorsun? Paris'te bir adam var. Aslında bir grup. Musa'da bir homedan diyerek onu düzeltti iri yarı adam. Henry elini kaldırdı. Gerekenden fazlasını söylemiyoruz. Didier. Neyse, bir adam var. Bir matbaacı. Dağıtabileceğimiz kitapçıklar basmak için hayatını tehlikeye atıyor. Fransızların neler olup bittiğini anlamasını sağlarsak bir şansımız olabilir. Henry sandalyesine asılı duran deri çantaya uzandı ve içinden bir tomar kağıt çıkardı. Bir başlık göz çarpıyordu. Çok yaşa General de Gaulle. Bu Maraşal Petai'ni teslim olma kararından dolayı eleştiren bir açık mektuptu. Nihayet
Nos sommes por le generalde, General Gaul'le yazıyordu. General de Gaul'ü destekliyoruz. Dedi Henry sessizce. Isabella ne zamandır beklediği çağrıyı adamın sorusunda duymuştu. Bunları dağıtır mısın? Ben mi? Biz komünist ve radikalleriz, dedi Henry. Bizi zaten izliyorlar. Sen bir kızsın. Üstelik güzelsin. Kimse senden şüphelenmez. Isabella hiç tereddüt etmedi. Bunu yapacağım. Erkekler ona teşekkür etmeye başladılar ama Henry onları susturdu. Matbaacı bu kitapçıkları basarak hayatını tehlikeye atıyor. Bir başkası da bunları yazarak aynı şeyi yapıyor. Biz de kitapçıkları buraya getirerek hayatlarımızı tehlikeye atıyoruz. Ama sen Isabella, sen onları dağıtırken yakalanacaksın ve eğer yakalanırsan hata yapma. Bu bir postere, tebeşirle ve yazmaya benzemez. Yapacağın şeyin cezası ölümdür. Yakalanmayacağım, dedi Isabella. Henry gülümsedi. Kaç yaşındasın? Neredeyse 19. Ya, dedi adam. Peki bu kadar genç biri bunun ailesinden nasıl saklayacak? Ailem sorun değil, dedi Isabella. Onlar benimle ilgilenmiyor. Ama evimde konaklayan bir Alman askeri var. Ve sokağa çıkma yasağını delmem gerekecek. Kolay olmayacak. Korkarsan anlayışla karşılarım. Henry arkasını dönmeye başlamıştı. Isabella kağıtları adamın elinden aldı. Yapacağım dedim.早起给我带来了什么？现在我早已养成习惯，每天不用闹钟也能自然醒来。有时5点起，有时4点半起，最早4点起，通常不晚于5点半。相比在7点左右起床，我每天都出了2个小时。按一天8小时工作时长计算，每年可以多出约90个工作日。如果坚持40年，就相当于一个人全年无休工作10年。有了这些不被打扰的时间，我可以高效地做下面这些事情：一、规划，利用10分钟左右时间，罗列全天的工作，对他们进行排序。这样可以让自己保持头脑清醒，对全天的时间产生一种掌控感，保证自己的工作不会走弯路。2、跑步，我个人习惯起床后先跑步，毕竟此时大脑还没完全苏醒，直接进行脑力活动可能不容易迅速进入状态，但跑完步之后再冲个热水澡，精神状态就完全不同了，身体的每个细胞都被激活了。此时再读书写作就很轻松。这种精神状态会延续到上午。当大家
正常起床，忙忙咚咚的去上班时，自己已经精神抖擞了。早起跑步可以让自己整个上午都享受身体的轻盈感。冬天会更耐寒，经过长期的锻炼，身体和体质也会得到巨大的改善。另外，早起后，大部分人还都在睡梦中，我就可以独自一人享受晨间的经历。这种感觉非常美妙，不会像以前锻炼那样，经常遇到熟人而需要不停的打招呼，使锻炼效率变得很低。三、反思，这是我给自己定的功课，每天复盘一些工作，梳理一些思维，或把一些新的感受记录下来。这么做可以很好的提升自己。四、读书或写作。平时受家庭及工作的影响，我很少有大块的时间进行自我提升，因此早起后的这些时间非常宝贵。我的很多文章就是在这个时候时间短写的。五、困难的工作，我有时也会把一些困难的任务放在这个时间段攻克，通常效率会很高。早上上班的时候，那种完成了最困难的工作的心情令我从容和愉悦。这样我就可以在很轻松的状态下做些超前或扩展性工作。以上是我目前主要的收获：清晰的时间安排，强健的体温，良好的精神状态，不受干扰的锻炼氛围，专注的学习环境，从容的工作心态，持续的个人成长等。除此之外，生活中焦虑也减少了很多，长期的坚持也增强了我的毅力。更重要的是，到了晚上10点，我就想着爬上床了。熬夜的恶习彻底改正。如果没有养成早起的习惯，我肯定还处于那个熬夜成性、无精打采、忙忙碌碌、无所长进的状态。不敢想象5年后、10年之后会成什么样子。English, where are you? English. Here. The false independence of the peer-oriented child. As ever, peer orientation throws a monkey wrench into the natural developmental pattern. Rather than serving autonomy, control supports only the more primitive purpose of keeping the child from being bossed around by those with whom she has no wish to be close. For peer-oriented children, those people are us, their parents and teachers.
Rather than preparing the way to genuine independence, culture will protect us the dependence on peers. And here is the ultimate irony. A dynamic that originally served to forget room for independent functioning comes under the influence of peer orientation to destroy the very basis of independence, the child's healthy relationship with the parent. In our society, such distorted counterwill is often mistaken for the real thing, for the healthy human striving autonomy. We assume that the peer-oriented adolescent's oppositional reactions represent natural teenage rebellion. It is easy to confuse the two. There are the usual signs of resistance, the talking back, the refusal to cooperate, the incessant arguing, the non-compliance, the territorial battles, the barricades erected to keep the parents out, the antisocial attitudes, the you cannot control me messages. Counterwall in the service of pure attachment, however, is vastly different from the natural counterwall that supports true independence. In a maturing child, the desire for attachment and the quest for autonomy mingle, creating a host of mixed feelings. Times of more reactive counterwall are balanced by times of seeking closeness. When the counterwall is a result of peer orientation, the resistance is more blatant and unmitigated by any moves toward proximity with the parents. The child is rarely aware of conflicting impulses. The pull is all one way toward the peers. There is a foolproof way to distinguish pure distorted counterwall from the genuine drive for autonomy. The maturing, individuating child resists coercion, whatever the source may be, including pressure from peers. In healthy rebellion, true independence is the goal. One does not seek freedom from one person only to succumb to the influence and the will of another. When control is the result of skewed attachments, the liberty that the child strives for is not the liberty to be his true self, but the opportunity to conform to his peers. To do so, he will suppress his own feelings and uh, camouflage, camouflage his own opinions should they differ from those of his peers. Are we saying that it may not be natural, for example, that a teenager may want to stay out late with his friends? No. The teen may want to hang out with his pals not because he is driven by peer orientation, but simply because on occasion that's just what he feels like doing. The question is he willing to discuss the matter with his parents? Is he respectful of their perspective? Is he able to say no to his friends when he was
responsibilities of family events, or when he simply may prefer being on his own. The peer-oriented teenager will brook no obstacle and experiences intense frustration when his need for peer contact is thwarted. He is unable to assert himself in the face of peer expectations and will proportionately resent and oppose his parents' desires. Adults who measured this primitive and perverted form of control as healthy teenage self-assertion may prematurely back away from the parenting role. While it's wise to give adolescents space to be themselves, to allow them to learn from their own mistakes, many parents just throw in the towel out of sheer exasperation or frustration. Usually, unannounced and without ceremony, they retire nonetheless. To back off prematurely, however, is unwitting to abandon a child who still needs us dearly but doesn't know that she does. If we saw these peer-oriented adolescents as the dependents they truly are and realized how much they needed our parenting, we would be determined to regain our parenting power. We should be wooing such children back from their peers. Alhamdulillah, I finished all of my tasks today. Goodbye, everyone.